Eng qulay tomoni aeroportdan kutib oladi, patentingizga yordam beradi, registratsiya, yotoq joy, hamma sharoiti tekin, bemalol borib ishlashlaringiz mumkin. Assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni kanalimizni kuzatib borayotgan aziz vatandoshlar, aziz musofir yurtda yurgan opalarimiz, akalarimiz, yaxshimisizlar? Jonlaringiz omonmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Kam shu bizni kanalda ham bir podдержка qilingizlar. Unaqa bema'ni videolar ham bo'lmasa, lekin bir foydali videolar chiqaryapmiz akalar, opalar, bir nazarga olib qo'yingizlar. Hech bo'lmasa bir sizlardan ketsa ham bir like, kommentariy, omad so'zini yozib qo'yingizlar, bir motivatsiya olsin odam. Jonlaringiz sog' bo'lsin, qayerda bo'lsangiz ham. Bugun yana yangi ishimiz. Bu ishimiz esa семейный paralar uchun bo'ladi, erli xotinlar uchun. O'zbekistondan, Tojikistondan, Qirg'izistondan kelaman degan erli xotinga bo'ladi ishimiz. 18 yoshdan to 50 yoshgacha bo'lgan erli xotinlarni ishga taklif qilinadi. Ishimiz Gorod Sankt-Peterburgda, Peterda sentrdan 60 kilometr Zagreb tomonda bo'ladi. Ishimiz akalar, opalar, bu yerda ikkita katta iti bor va bitta echkisi bor. Erkak kishini ishi gazon o'rish, territoriyani tozalash, kommunikatsiya ishlarini kuzatib borish. Keyin xazayn u yerda yashamaydi, akalar, opalar. Xazayn haftada bir marta keladi, xazayka bilan ketadi. O'shalar kelganda banyan tapit qilish. Mana shuncha ishi bor erkak kishini. Ayol kishini ishi esa faqat уборка, влажный уборка va u yerda bir 5 sotixcha teplitsasi bor. U o'zingizga ham yegani bo'ladi-da. Misolga pomidor egasiz, bodring egasiz, o'zingizga foydasi bo'ladi. Ishimiz mana shundan iborat bo'ladi. Kimki ishlayman degan O'zbekistonmi, Qirg'izistonmi, Tojikistonmi farqi yo'q. Peterdamisiz, sizda eng qulay tomoni aeroportdan kutib oladi, patentingizga yordam beradi, registratsiya, yotoq joy, hamma sharoiti tekin, bemalol borib ishlashlaringiz mumkin. Prosta bu menga zavisiz qilmaydi, sizlarga zavisiz qiladi. Qancha podдержка bo'lsa, shuncha ish ko'p chiqaveradi akalar. Mana shu daraxtga ham qaramay qo'ysang, borib qurib qoladi. Xuddi kanal, YouTube, mana shu internet tarmog'i shunday. Podдержка bo'lsa, inshaalloh yangi mana shunaqa foydali ishlar faqat sizlar uchun chiqarib boraman. Jonlaringiz sog' bo'lsin, qayerda bo'lsangiz ham Allohga omonatsizlar. Podдержкani unutmaysizlar. Kimgadir foydasi tegadi, kimgadir tegmasa, yo biron qarindoshiga tegadi, yo biron tanish bilishiga tegadi. Shuning uchun befarq bo'lmang, like bosing, kommentariy bosing. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Rahmat e'tiborlar uchun. Yangi ish kutib qoling.